Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultayi bayonot e'lon qilib, Yevropa komissiyasining o'tgan hafta e'lon qilgan Yevropa korxonalarining xalqaro kishilik huquq va muhit o'lchamlariga amal qilishini nazorat qilish to'g'risidagi yangi qaror loyihasiga tuzatish kiritishni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu loyihani bo'zish xarakterlik fursat deb qarab qarshi olsa-mu, biroq uningda Yevropa korxonalarining Uyg'ur majburiy amgaki chetilishining oldini olish jihatda og'ir kamchiliklarning borligini bayon qildi. Bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Aysa apandimning tuvandagi so'zlari o'rin olgan. Uzundan buyon Yevropa şirketlerinin oshkozlik bilan Xitoy doiralari bilan hamkorlashib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur majburiy amgakidan foyda olishiga yo'l qo'yilib keldi. Yevropa komissiyasining loyihasi Yevropa korxonalarining Uyg'ur majburiy amgaki chetilishining oldini olishda yaxshi fursat bo'lsa-mu, biroq uning ta'siriga uchragan Uyg'urlarga haqiqiy o'zgarish olib kelishi uchun muhim o'zgartishlarni olib berishni talab qiladi. Bayonot yana har xil ko'lamdagi barliq shirkatlarning ta'minot zanjirida Uyg'urlarning majburiy amgaki silinganligi, ularning to'qimachilik, kiyim-kechak, quyosh energiya taxtasi, yemeklik, texnika, chash va go'zallik ham boshqa sohalarda ishlatilayotganligi ta'kidlangan. Bayonotda ko'rsatilishicha Yevropa komissiyasining qaror loyihasi 500 dan ortiq xizmatchisi, 150 million yevro tijorat sommasi bo'lgan yoki 40 million yevro tijorat sommasiga ega, 250 xizmatchisi bo'lgan xavflik darajasi yuqori sohalardagi Yevropa shirkatlariga qaratilgan bo'lib, kichik va o'rta tipli korxonalarni o'z ichiga olgan 99% Yevropa shirkati buningga daxil emas ekan. Bu sababdan Dunyo Uyg'ur qurultayi butun cho'ng, o'rta va kichik tipdagi korxonalarning hammasini qaror loyihasining doirasiga kirgizish talab qilingan. Amerika prezidentining alohida yordamchisi va Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining Xitoy va Tayvan masalasi bo'yicha oliy direktori Laura Rosenberg xonim yaqinda Amerika poytaxti Washingtonga joylashgan Brooks instituti Xitoy ishlari markazi tarafidan o'tkazilgan Amerikaning Sharq Turkistonga qaratgan siyosatiga nazar degan temadagi tor muhokama yig'inida qilgan so'zida Uyg'ur masalasining Amerika hukumatining kun tartibidagi muhim masala ekanligini va Amerikaning Sharq Turkiston vaziyatiga bo'lgan diqqatining ham aloqasining bundan keyin aslo o'zgarmaydiganligini ta'kidladi. Laura xonim so'zida oldi bilan Uyg'urlarga alayda salom berib mundaq dedi. 2010-yili men Urumchi va Turponni bevosita ziyorat qilish fursatiga erishib, intayin boy Uyg'ur madaniyati, yemak ishbeklari va Uyg'ur musiqalari bilan tanishdim. Men shu chaqda Uyg'urlarning besimga qarshi zo'r chidamliq ko'rsatayotganligini ko'rgan edim. Sizlar va oilanglar boshdan kechirayotganlarni tasvirlashga ojizlik qilaman. Shaxsan men va shundaqla Amerika har doim sizlar bilan birga. Laura xonim so'zida yana Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni hargiz ko'rmasga silishga bo'lmaydi. U cho'qim og'ir oqibatlarga mubtalo qilinish kerak dedi. U yana Uyg'urlar masalasining Biden Harris hukumatining muhim masalalarining biri ekanligini ta'kidlash bilan birga, bu masalada har ikki partiyaning o'rtoq ko'ngil bo'layotgan masala ekanligini aytdi. Laura xonim Amerikaning Uyg'ur masalasidagi siyosatlarining irqiy qirg'inchilikqa munosabatli kishilarni jazolash, majburiy amgak tuzumiga qarshi tadbir qo'llanish va ilg'or fan texnikalarning kishilik huquq tafsandichiligida qo'llanishiga qarshi turish va Xitoy kompartiyasining davlat olqigan besimga qarshi turishdan iborat bu bir qancha asosliq yo'linish bo'yicha mengayotganligini misollari bilan tushuntirib o'tdi. U shundaqla Amerika hukumatining bundan keyin Magnitskiy qonuni qatorliqlar orqali bu vahshiylikda qo'li bolaning iqtisodiy jazo tadbirlari, viza cheklamasi qatorliqlar orqali davomli jazolaydiganligini, boshqa sherik davlatlar va organlar bilan bu vaqtda davomli hamkorlashib, Xitoy hukumatini kollektiv ayblashning va jazolashning yo'llarini izlaydiganligini, davlat majlisi bilan hamkorlashib turib, Xitoy hukumatini iqtisodiy jihatdan jazolashni davomlashtirdiganligini, Uyg'ur majburiy amgakiga qarshi turish qonunini amaliyashtirdiganligini bildirdi. Laura xonim yana Amerika prezidenti Joe Biden va tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Uyg'urlar masalasini ikki taraflik uchrashishlar ko'p qitim bevosita o'tirg'a qo'yganligini va bundan keyin qo'ydiganligini bildirdi. Laura xonim yig'in riyosatchisining Ukrainada o'tirg'a chiqqan jiddiy vaziyat Amerika hukumatining Sharq Turkistonda yuz berayotgan sistemalik kishilik huquq tafsandichiligiga bo'lgan yuqori darajalik diqqatining burilishiga sabab bo'lib qoladimi degan savolga javob berib mundaq dedi. Bizning Xinjiangdagi vaziyatga bo'lgan diqqatimiz va aloqamiz o'zgarmaydi. U xuddi Xitoy kompartiyasining raqobatlariga qarshi Amerikaning qimmat qarashlarini davomlashtirish yo'lidagi uzun muddatli tirishchanligimizga o'xshash muqimdir. Xuddi prezident Biden Ukrainadagi vaziyat to'g'risida to'xtalganda demokratiya bilan mustaqillik o'rtasidagi kurash deb sifatlaganidek, biz so'zlashayotgan Uyg'urlar masalasi mo intayin o'zgacha bir masala va biz bu masalaga davomli holda yuksak darajada diqqat bilan muomala qilamiz. Laura xonim so'zida yana Amerika hukumatining Uyg'ur majburiy amgakiga taqobil turish tirishchanliklarini alayda kuchaytirganligini, chunki buning majburiy amgakka xotimi berishdagi unumli yo'lligini bildirdi. U yana Amerika hukumatining yanama ko'p davlatlarni o'zi bilan birlikda harakat qilishga undash tirishchanligini oshirdiganligini,
Chunki kollektiv harakatning Xitoyga ko'rsatadigan ta'sirining kuchli bo'ladiganligini eskartdi. O shundaqla yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari tuzumining dunyoga kengayishi va boshqa diktator hokimiyatlar tarafidan ulgi ilinishining oldini olishni muhim masala deb qarayotganligi. Şoňa yuqori ilg'or texnikalarning kishilik huquq tafsandechiligiga qarshi ishlarda qo'llanishining oldini olishga harakat qilayotganligini. Qisqasi Amerika hukumatining Uyg'urlar yo'liqayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni to'xtatish uchun ko'p taraflamalik siyosatlarni yanada kuchaytirib davom qiladiganligini ta'kidladi. Rossiyaning Ukrainaga boshlatgan tajovuzdan buyon Xitoy tor abodlari ijtimoiy aloqa suhbatlarida Rossiyani qo'llaydigan va Ukraina xalqiga haqorat qiladigan yozmalarni bas-basda e'lon qilishga boshlagan edi. Bu sababdan dunyo jamoatchiligining qattiq noroziligiga duch kelgan Xitoy hokimiyati Ukrainaga haqorat qilish harakatini boshlatganlar Uyg'ur va Tayvan bo'lgunchilaridan iborat deb chalvo qildi. Xitoyning Yer shari vaqti gazeti 27 fevral kuni bu vaqtda maxsus xabar analizi e'lon qilib, Xitoy tor abodlarining ijtimoiy aloqa suhbatlarida Ukraina qilgan haqoratlik so'zlarining Ukrainaliklarga qattiq norozilik qo'zg'ishiga Uyg'ur va Tayvan bo'lgunchilarining sabab bo'lganligini ilgari surgan. Yer shari vaqti gazetining aytishicha, Ukraina to'g'risida qo'pol so'zlarni qilgan ba'zi Xitoy tor abodlarining ostondagi qisman kishilar bo'lsa-mu, biroq buni Uyg'ur va Tayvanlik bo'lgunchilar deb ko'ptirib, Xitoy tor abodlari bilan Ukraina xalqi o'rtasida qarshilish paydo qilgan. Rossiyaning o'tgan hafta Ukrainaga tajovuz qilishi Xitoy ijtimoiy aloqa suhbatlarida qiziq temaga aylangan. Bu jarayonda nurg'un Xitoy abodlari fikr bildirib, Rossiyaga yon bosgan. Ular Xitoy ijtimoiy aloqa suhbatlarida Ukrainaliklarga qarata kamsitish va haqorat xarakterlik so'zlarni qilib, Ukrainaliklarning noroziligini qo'zg'agan. Xitoy tor abodlarining Rossiyani qo'llab, Ukrainani tillashdek bu xohishi dunyoda nurg'un kishilarni hayron qoldirgan. Bu vaqa Xitoy hukumati Rossiyaning qurolli hujumini tajovuzchilik deb e'tirof qilishni rad qilgan. Shundaqla g'arb ellarining Rossiyani jazolashga qarshi chiqqan bir vaqtda yuz bergan. Yer shari vaqtining qarishi Xitoy ijtimoiy taratquv suhbatidagi Ukrainaga oid bir qism satbalar faqat noita ostondagi ba'zi mantiqsiz shaxslar tarafidan e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin uning dunyoning diqqatini qo'zg'ab ketishiga bir qism Twitter hisobotlari va Amerikadagi Sobchina nomli digital taratqularning o'ydirishi va ko'ptirishi sabab bo'lgan ekan. Amaliyotda bo'lsa har qaysi qit'alarda Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuziga qarshi o'tkazilgan namoyishlarga aktivlik bilan ishtirok qilgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bir tarafdan Rossiyaning Ukrainaga qaratgan haqsiz tajovuziga o'zlarining noroziliklarini ifoda qilsa, yana bir tarafdan dunyo jamoatchiligini Xitoyning mustamlikasi ostida irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqishga chaqirib kelmoqda. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendimning bevosita riyosatchiligida 27 fevral chaqirilgan qurultay umumiy vakillar yig'inida tarixdan buyon Xitoy tajovuzchilarining ziyonkashligiga uchrab kelgan va hozirmi ham Xitoy mustamlikchilarining irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqining Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchiligiga la'nat o'qiydiganligini birdek holda ta'kidlashgan qurultay vakillari o'zlarining har zaman Ukraina xalqi bilan hamnafas ekanligini va Ukraina xalqining tezroq Rossiyaning tajovuzidan qurtulishini orzu qiladiganliklarini ifoda qilishgan edi. Hammaga ma'lumki, vatanimiz Sharq Turkistondan qosila hozir Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan va Uyg'urlarning o'z tili, milliy ma'arifi, matbuoti, madaniyati ham adabiyotini mukammal saqlab kelayotgan mamlakat Qozog'istondir. Bu mamlakat yashayotgan Uyg'urlar o'zlarining milliy qadriyatlarini saqlab qolishga tirishib, bu yo'nalishda amaliy va jiddiy faoliyatlarni yurgizib kelmoqda. Bo'libmi o'z farzandlarini ona tilida o'qitishga alohida ko'ngil bilib, ularning boshqa millatlarning farzandlariga o'xshash har sohada xizmat qilishiga imkoniyatlar yaratib kelgan edi. Hozir mamlakatning eng oldingi qatorliq oliy maktablarida bilim olayotgan Uyg'ur qiz-yigitlari ko'pdir. Ular mana shu imkoniyatlardan foydalangan holda o'qishda va jamiyatlik ishlarda alohida faoliyatchanlik ko'rsatib, zo'r yutuqlarga erishmoqda ham shu orqali ona tilida bilim olishning afzalligini amaliyotda dalillab kelmoqda. Yaqinda ijtimoiy taratqularda Qozog'istondagi Uyg'ur qizi Shahnoza Hijjanovaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Markaziy Osiyodagi agentligi tarafidan o'tkazilgan zehn sinash musobaqasida 3-darajalik mukofotga erishganligi haqidagi xabar O'rta Osiyodagi Uyg'ur jamoatchiligi orasida zo'r inkas qo'zg'agan edi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, mazkur musobaqani Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Markaziy Osiyodagi musofirlar ishlari agentligi, Qozog'istonning Al-Farabi nomidagi Qozoq davlat milliy universiteti va Markaziy Osiyo davlat tavassuzliklar to'g'ri birlikda o'tkazgan. Musobaqa mavzusi 1961-yildagi davlat tavassuzlikni qisqartish xalqaro shartnomasining ahamiyati deb atalgan. Onunga Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonning o'rta maktab va oliy maktab o'quvchilari ishtirok qilgan. Musobaqa sharti bo'yicha maktab o'quvchilari 1000 so'zlik hikoya, oliy maktab o'quvchilari bo'lsa 6000 so'zlik tadqiqot yozib topshirgan. Musobaqa qatnashchilarining biri Shahnoza Hijjanova o'zining ingliz tilida o'rindigan davlat tavassuzlikning qayta tiklanishi, huquq bexatarligi, ijtimoiy iqtisodiy huquq, yangilangan qarorlar deb atalgan ilmiy tadqiqoti yuqori baholanib 3-o'ringa erishgan. Shahnoza Hijjanova bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi.
Men 11 yil bo'yi ona tilim Uyg'ur tilida bilim elib, qozoq, rus va ingliz tillarini mukammallashtirdim. Yuqorqi sinflarga kelganda ilmiy ishlar bilan shug'ullanishga boshladim. Musobaqalarga rayonshunoslik, Uyg'ur tili va tarix fanlari bo'yicha qatnashgan edim. Uningdan boshqa mening ilmiy ishlarim Qahharov nomidagi yosh talablar musobaqasida o'rin olgan. Men Uyg'ur maktabidan tamomlab, bugungi kunda qozoq, rus, ingliz va turk tillarini mukammal egalladim. Shahnoza Heyjanova Sag'adiyev nomidagi Xalqaro tijorat universiteti xalqaro fakultetining o'quvchisi ham hozir shu oliy maktabning eng ulgulik o'quvchilarining biri sifatida tanilmoqda. O kichkidan adabiyotga qiziqib, har xil darajadagi she'riyat musobaqalariga qatnashgan va mukofotli o'rinlarga sazovor bo'lgan. Uning asarlari Cumhuriyetlik Uyg'ur ovoz gazeti va G'uncha jurnallarida e'lon qilingan. Amerikalik diniy rahbar, muhit tadqiqotchisi, Evangelikal muhit to'rining ilm va siyosat ishlariga mas'ul muavin raisi Jessica Mormon Dispatch to'rida maqola e'lon qilib, Xitoyning muhitga bo'lgan buzg'unchilikqa sababli javobgarlikka tortishni talab qilgan. Jessica Mormonning aytishicha, Xitoyning Hong Kongda erkinlikni bostirishi, Tayvanga tahdid silishi va Uyg'urlarga tutgan qo'rqinchli muomalasi dunyoga ayon bo'lsa-mu, lekin uning boshqa bir kishilik huquq va vahshiyligiga sal qarilib kelmoqda ishkan. U Xitoyning boshqa bir kishilik huquq va vahshiyligi mavzuliq maqolasida Xitoyning muhit masalasidagi pozitsiyasining hammaga tahdid silayotgan kishilik huquq tafsandichiligi ekanligini ta'kidlagan. U mundaq degan: Xitoy zararli gaz qo'yib berishda dunyoda oldingi o'rinda turadi. Bu havoning texmi isishi, dengiz yuzining texmi o'rilishi, tabiiy ofatlarning hamma yerda texmi eg'irlashini keltirib chiqarmoqda. Amaliyotda Xitoy taraqqiy qilgan barliq davlatlarning hammasini qo'shgandan-mu issiqlik gazi qo'yib berishda oldida turadi. Uning aytishicha, Xitoydagi havo bulg'anishi Amerikaning g'arbiy qismiga yetib kelib, uning havo bulg'anishini kontrol qilish jihatida erishgan natijalarni yo'qqa chiqarmoqda ishkan. U Bayden hukumatining kishilik huquqda, jumladan muhit masalasida Xitoyga texmi qattiq turishini, uningga qarshi turishning eng unumli yo'lining Xitoyning Uyg'ur qullar amgiki orqali erishgan yeshil energiyadagi yetakchilik o'rnini tamoman yo'qotish ekanligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yo'lida sudek aqdi bizning qinimiz. Sen uchun ey yurtimiz, fida bo'lsin jinimiz. Kan keçip en can bir